Ha azizlar, nafs nimalarni xohlamaydi? Nafsni o'z holiga qo'yib qo'ysak, juda ko'p narsa xohlaydi azizlar. Bu nafsni sal tarbiya qilib turish kerak-da. Ozgina tarbiya qilib, doim ham xohlagan narsasini qilib beraversak, nafsimiz erkalab ketadi. Har doim ham uni yaxshi ko'rgan narsasini, yaxshi ko'rgan taomini, yaxshi ko'rgan kiyimini, maishatini qilib beraversangiz, bu nafs juda yomon o'rganadi. O'zi odatan bandalarda bitta kamchiligimiz borki, kengchilikka, yaxshilikka tez ko'nikamiz. Keyin bundan chiqarish qiyin. Shuning uchun bola tarbiyasida ham aytadilarki, bolangiz xohlagan narsani doim ham qilib bermang deydi. Bir marta qilib bering, imkoniyatingiz bo'lsa ham, boysiz, badavlatsiz, har kuni narsa olib berishga qodirsiz. Lekin ba'zan yo'q, bolam buni olib bermayman deb turdi. Hozir olib bera olmayman, keyin olib beraman. Biz o'shanaqa mana yoshligimizdagi otalarimizni eslab hayron bo'lamiz. Ehtimol o'sha mahalda tushunmagandirmiz. Hayron bo'lardik. Arzimagan narsa-ku, otam shu narsani qilib bersa nima bo'lar ekan deb o'ylaganmiz. Lekin tarbiya bo'lgan ekan. Yo'q, shuni qilib bermaydi. Ha, mana bu narsa nafs tarbiyasi. Shuning uchun nafsimizni tarbiya qilib turishimiz kerak. Doim ham xohlaganini qilaverish kerak emas. Agar nafsni tarbiya qila olsak, sajdamizni ko'paytira olsak, demak biz qiyomatda Rasulimiz alayhissalom bilan jannatda birga bo'lish imkoniyatini topamiz asli. Rabi'a ibn Ka'b al-Aslami aytadilar: Men Rasululloh sallallohu alayhi va sallam bilan tunar edim. U zotga tahorat suvlarini va ehtiyojlarini keltirib o'zim tayyorlab berardim. Bir gal u zot menga qarab, haligi xizmatidan xursand bo'lib, so'rang dedilar. Ya'ni mendan tilaydigan narsangiz bormi? So'raydiganingiz. Men u zotga qarab, jannatda siz bilan hamroh bo'lishni so'rayman dedim dedilar. Qarang, Rasululloh sollallohu alayhi vasallam so'rayapti. Keyin mendan so'ra, nima xohlaysan dedilar. Jannatda siz bilan birga bo'lishni xohlayman. Rasulimiz alayhisalom bundan boshqa narsani so'ra dedilar. Boshqa narsani so'ra dedilar. Yo'q, boshqa narsani so'ramayman dedi. Siz bilan jannatda bo'lishni so'rayman dedilar. Payg'ambarimiz alayhisalom aytdilarki, unda ko'p sajda qilgin dedilar. Nafsini yengishda menga yordam ber dedilar. Agar men bilan jannatda birga bo'lishni xohlasang, unda ko'proq sajda qil dedilar.